Mana bu apparatni kecha yangi sotib olib turib, Nero brendidan 1 soatga qolmay bizdik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kecha biz qiziqarli jarayonlardan video qo'yib turamiz deb turib, mana shu darsimizni videosini qo'ygan edik. Ya'ni test o'tkazmoqchimiz, tayyorgarchilik deb turib. Endi davom etamiz, ya'ni jarayonlardan videosini qo'yishga. Mana bu apparatni kecha yangi sotib olib turib, Nero brendidan 1 soatga qolmay bizdik. Nima bo'ldi deyiladigan bo'lsa, mana bu shlankasini yorib qo'ydik. Bu yerda biz nima demoqchimiz? Bu yerda hech qanaqa Nero brendiga shikoyatimiz yo'q. Qaytanga sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Kitobida 50 barda yozib qo'ygan ekan. Biza 60 bar manometrda ko'rdik va 60 bardan ham yuqori davleniya berishga harakat qildik. Umumiy olganda biz xato qildik. Endi nima qilsak bo'ladi bunaqa paytda? Apsovchni apparatimizni shlankasini yechib oldik, hali yorilgan shlankani. Va xuddi shunaqa shunga o'xshash shlanka olib keldik, topib keldik. Lekin buni o'rnatmadik. Nimaga desa, bir boshqacha yechim qizg'uroq bo'lsin deb turib, mana ko'rib turganingizdek, bunaqa yechim qildik. Yechimimizga baho berasizlar. Ko'rib turganingizdek, bu to'plipo shlankamizni Blansol Pex Alpex va Ivar Press fittinglari. Endi qilgan yechimimizni test qilib ko'ramiz, sinab ko'ramiz va u jarayondan ham xudo xolis kontent qilib sahifamizga qo'yamiz. Bizdan kuzatishda davom ettiringlar. Ungacha bu yechimimizga o'zingizlar fikringlarni qoldirib baho berasizlar degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.